simental buqa so'roqdinglarmi? Mana simental buqani chempionlardan, injiqlardan yetib keldi. O'zimiz boqib turgan simental buqa, German shved hammasini sotuvga qo'yganmiz aka-ukalarim. O'zingizlar sifatlarga bitta baho berasizlar. Sutga to'ygan, pachkasidan so'ragan aka-ukalarim ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan yetib keldi. Mana kachoylardan kelgan aka-ukalarim. Layklardan bo'lsa qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Chizza bo'yi bichalar yetib keldi. Boshini ko'tarmaydiganlardan. Ochopatdan so'rovdinglar, mana ochopatlar yeyishlarga bitta ahamiyat berasizlar. To'qoldan so'raganlarga to'qollar ham shu yerda. Layklardan bo'lsa qo'llab-quvvatlab tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Kerak bo'lsa yangi tug'ilganda ham unaqa narxlarga topa olmaysizlar. Orqa garobkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Dumba suvorganlarda yetib kelgan. Pachkasidan boqaman degan aka-ukalar ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan yetib keldi. Assalomu alaykum Samandar Uz obunachilari, simental ishqibozlari. Bugun sizlarga o'zimiz boqib turgan simental buqalarni sotuvga qo'yganmiz. O'zingizlar sifatlarga, narxlarga baho berib, layklardan bo'lsa qo'llab-quvvatlab pardeshka qilib tursanglar, narxlari nerealniy narxlar bo'ladi. Kerak bo'lsa hozirgi kunda yangi tug'ilganda ham bunaqa narxlarga topa olmaysizlar aka-ukalarim. Didi nozik, unchuncha narsa yo'qmaydigan aka-ukalarim ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan yetib kelgan, chempionlardan, injiqlardan mana iliklarga, turishlarga bitta baho berasizlar aka-ukalarimiz. Qilayotgan mehnatlarimizni qadrlagan holda bitta arzimas layklardan bosib, videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bizni videolar shunchaki ko'rmaysizlar. 200 ming so'm pul yutib olishingiz mumkin, mol ololmasanglar ham. Buning uchun kommentariyaga kiringlar, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. Xo'p, o'tgan safargi g'oliblarimiz Farzona bilan Fazliddin 007 aloqaga chiqsa pullarni tashab beramiz. Bugungi sanamiz 14-noyabr haftani Sadulla ayam juma yomi, hammalar juma yomilar muborak bo'lsin. Manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizning mini fermadan video obzor qilyapmiz. Bugungi sizlarga aka-ukalarim 3 bosh buqamiz, bir dona g'onajinimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. 3 ta toza qonlik avstriyskiy simentalimiz, bitta simentalga shved gibrid g'onajinimiz bor. Hop, sutga to'ygan polvonidan juda ko'p aka-ukalarim mendan buqa so'rashyapti. Yaxshi pulga o'zimiz buni katta qilganmiz, sut emdiligidan kelib, mana shunda xaridor bo'lib so'rashganda ham bermaganmiz. Mana nasib, taqdir, taqdizotisi bilan bugun shular qo'ydik. Kechagi partiyalarga juda ko'pchilik uspet qilmay, hop, telefon qilganlik sababli bugun bularni qo'yib yubordik aka-ukalarim. Mana kechagi aka-ukalarimga juda ko'pchilik mendan telefon qilib xafa bo'lishdi. Bugun ham uspet qila olmadingmi deb. Mana tezda telefon qilib aka-ukalarim mana uspet qilaverasizlar. Qaytib bir marta telefon qilib, qaytib aloqaga 100 ming, 200 ming talashib chiqilishdi, sotilib ketyapti. Shunga aka-ukalarim oz-pozga talashadiganlar emas. O'zi juda zo'r narxlarda qo'yamiz. Layklardan bosib havas qilganlarning uyda shunaqalardan bo'laversin. Buqalarimizga qaranglar aka-ukalarim, orqa garobkalarni. Toza 100 taligidan boqaman degan, zotga boqaman degan aka-ukalarga padilisa tugmasini bosib jo'nataverasizlar. Kichkina narsalar emas mana. 7 oylik, 6,5 oylik, 7 oylik narsalar hammasi. 8 oylikka yaqinlashib qo'ygan shular. Bitta mana shved, German shvedga simental qo'yilgan mana. O'zi gibridligi bilinib turibdi. Otasi simental, onasi mana German shved. Turishini qaranglar buni ham, karobka mana. Mashalloh mana. Sigir qilib olaman degan aka-ukalarga mana bitta urug'likka qo'naji. Endi mana buqalar boshqachasidan mana. Ikkitasi to'qol, bittasida shoxi bor. Mana bilan bunisi to'qol, bunda ozgina shoxi bor ekan. Kuydirib qo'ysa bo'laveradi. Orqalarini qaranglar aka-ukalarim. Pachkalardan chakana mollamas aka-ukalarim. O'zimiz sut emdiligida o'zi qimmat pulga olganmiz. Hozir hisob-kitob qilib turib sotsak o'zi ziyon bo'lsa kerak menimcha. Olinglar bo'lsa obunachilarimizga bo'lsa. Haydang Nozim aka, bo'ylarga keladigan bo'lsa aka-ukalarim 120 kilo bo'lsa kerak bu hammasi. Hop, men sal g'onajin kichkina, quyug'i suyug'iga 1.15 dan olishaversin. Mana 1.15 dan. O'zingizlar sifatlarga, mana tuyoqlarga, mana stakan tuyoq hammasi bor. Aka-ukalar, mana iliklarga qaranglar mana. Quloqlariga qaranglar mana. Agar molni tushunmasanglar, birorta tushunadiganga ko'rsatib olaverasizlar. O'zimiz bular kecha yo ilgari kuni kelgan mollar emas. Shu yoshligidan sut berib 7 litr, 8 litr sut ichib katta bo'lgan buqachalar aka-ukalarim. Mana kecha juda ko'pchilik mendan uspet qila olmadi. Qachon chiqarasiz, boshqa dedi. Yangi partiyalarimiz 2 kun, 3 kunga qolmay yetib keladi. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar.
4 ta mol chiqarib aka-ukalar 20 ta, 25 ta mol sotilib ketyapti. O'shanga ko'p aka-ukalarimga xijolat bo'lib qolganligim sababli mana bugun ham qo'yib yordik. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar qilib beramiz. Haftasiga bo'lma deganda 40 ta 50 ta mol keladi o'zimizga. Kimga nechta kerak bo'lsa o'zimizga yozib tursanglar qilib beramiz. Telefonimiz o'chiq bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yemini tashyoring Nozim aka. Hammasini bitta joyga tashlab qo'yishni tavsiya qilamiz. Hammasi bitta qo'rida katta bo'lgan, bitta idishda sut ichib katta bo'lgan buzoqlar. Yemoq ichmoqlari o'zi sinalgan mollarimiz. Nima yeb ichishiga olginisi yo'q. Shubha yo'q deydi mana. 100% emas 200% garantiyasini beramiz mana. Mana go'zallikdan o'zingizlar bahra olinglar aka-ukalarim. Eng qizig'i mana o'najinimizdan qolishmaydi bu qiladi mana. Formasini qaranglar. Zorodan ko'rsatay. Mashalloh. Moling bormi desa, bor deb ko'rsatadigan mollar xudo xolisa. Mana o'zi sementallar noyob bo'lib ketdi, topish juda qiyin. Bo'lsa ham 20 milliondan ustida aytib o'rishyapti, yangi tug'ilgandan. Hozir narxini sizlar yo'qaylarni ushlatib qo'yaman hozir. Bo'ldi, qochoring Nozim aka. Quruq silosni urishyapti, ustiga hozir kepa yurib berishadi. Boshini ko'tarmaydiganlardan aka-ukalar. Videomiz ozgina cho'zilib ketyapti, ma'zur tutasizlar. Shunga yarasha o'zimiz sizlarni xursand qilamiz. Mol olmoqchi olish niyati bo'lmagan aka-ukalarni ham qiziqtirib qo'yamiz hozir bu narxini aytib. Mana toza 100 talik aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa yana mollarimiz bor. Kimga qanaqa mol kerak bo'lsa o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bilan yeb ichishdan muammosi yo'q. Haydanchi Nozim aka vaqtimiz cho'zilib ketmasdan bilan narxini yondirib yuboraylikchi. Mana o'zingizlar turishlarga, sifatlarga bitta baho berasizlar. Kichkina narsalar emas, yirik, katta, baqvat narsalar aka-ukalar. O'zimiz adashmasam 15 million, 15,5 milliondan yangi tug'ilganda olganmiz. Hop, hozir kunda bularni yangi tug'ilgani ham 21 million, 20 milliondan kamiga hech kim sotmayapti ham, chiqarmayapti ham. Hech kimga sir emas. Boshingizlar qotirib, boshqa joylarga o'xshab 30 million, 28 million narxlar yo'q aka-ukalarim. 4 tasini bitta narx aytaman, so'ragani uyaladigan qilib 21 million 500 ming so'mdan bo'lsa ketdi mana 4 tasi. Hop, donaga ham sotilaveradi, donaga screenshot qilib tasanglar, narxlari o'zgarib qoladi. 3 ta buqani olaman degan aka-ukalarga boshqa narx, bitta shvedni olaman deganga boshqa narx. U onajini olaman degan sal arzonroq beradi, 3 ta buqa sal ko'tarilib qoladi aka-ukalar. Kimga qaysi biri kerak bo'lsa, screenshot qilib tashlayverasizlar. Mana ketdi 21 million 500 ming so'mdan. Qatta beradi aka-ukalar, yangi tug'ilganni puliga berib yuboramiz mana. Likelardan bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi aka-ukalarim. Bunaqa narxlar faqat bizda bo'ladi. Mehnatlarimizni qadrlagan holda bitta like tugmasini bosib qo'ysanglar, mana shunaqa arzonlardan chiqaraveramiz. Mana turishini qaranglar jonivorlarni. Hozir mana German Shvedni ham, mana shunaqalarni ham bunaqa narxlarga qo'ymayapti aka-ukalar. Mana sizlarga semental boqa beryapmiz uni puliga mana. Sog'lig'iga, qoniga garantiyasini 100% beramiz mana. Molga tushunadigan aka-ukalarga bemalol ko'rsatib olaverasizlar mana. Yuringlarchi jonivorlar qani. Mana qaranglar. Semental bilan German Shved yomon chiqishib qolgan zot bo'lgan ekan. Boshqacha narsa ekan bu. Turishlarini, sifatlarini qaranglar aka-ukalar. Mashalloh. Havas qilganlarni bo'lmaydi deganda shunaqalardan 20 tadan 30 tadan qilib berish nasib qilsin. Bizda ham aqlimiz yetadi bularni 25 million, 27 milliondan hammasini bir joyda sotish. Endi insoflari baraka deydi-ku aka-ukalar. Pulga sotmaymiz uncha narsani. Mana bo'lsa obunachilarimizga bo'lsin. Videoda kamchilik, xatolik bo'lgan bo'lsa 1000 bor uzr so'rayman. Bizdan uzoqlashmay, likelardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeska qilib tursanglar, shunaqa narxlarda chiqaraveramiz. Shuning uchun obuna tugmani bosib qo'ysanglar, videolarimizga birinchi o'rinda usvit qilasizlar. Shunaqa arzonlardan olaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.